Просто mashinist deb o'ylaganman boshida. Biz ko'pchilik odam shuni deb o'ylaydi. Keyin bir kunda keldik, mana bir kunda oldik bileti. Tojikiston B5, O'zbekiston Olg'a. Rossiya period. Murat Kadirov kanaliga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Kelib pravalarni bemalol olib ketavering. Ketdimi? Minusdan boshladimi? Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Biz yana Pskov shahridamiz, o'rtoqlar. Hamma prova olyapti, bitta sizdan boshqa. Siz qachon olasiz? Mana akalarimizdan xudo xolasa, bugun 4 ta odam Moskvadan kelgan, 4 ta odam Peterdan o'zim olib kelganman. O'rtoqlar, mana akalarimiz xudo xolasa prova olishdi. Hammasi xursand ko'rib turganlaringizdek, ikki og'iz bularni bir gapirtirib bilib olamiz, ammo nelarni, qanaqa bizni nimamiz haqida, uchimiz sentrimiz. Aka, qandaysiz? Yaxshi. Qayerdan keldingiz? Moskvadan. Qanday bo'ldi imtihonlarimiz? Bo'ldi, o'tdik. Rahmat. Ajoyibmi? Yaxshi. Ishonchli ekan? Ishonchli. Oldik mana, prava. Aka, tabriklayman yana bu. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday, siz Moskvadan keldingiz? Ha, Moskvadan keldik. Qanday bo'ldi imtihonlar? Zo'r. O'tdik. Namoz zakoni, kelinglar, olinglar prava. Aka, tabriklayman yana bu. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, qanaqa bo'ldi imtihon? Yaxshi, Sankt-Peterburg shahridan keldik. O'zim olib kelganman. Bir kunda keldik, mana bir kunda oldik bileti. Demak, masal beramiz o'g'rinchilarga. Shu kelinglar, mana bir kunda olinglar. Yaxshi, hammasi zo'r. Aka, siz ham omad, sizga omad. Aka, qanaqa bo'ldi imtihon? Imtihonlar zo'r bo'ldi. Bugun keldik, mana kechga yaqin oldik. Hamma narsa cho'tki joyida. Bu akamiz oldindan 38 ming rubl tashlab qo'ydi. Men aytdim 3800 rubl, mana hujjatlarga 3800 rubl kerak degandim. 38 ming tashladi. Men aytdim, adashib tashladingizmi desam, yo'q dedi, yo'qotib qo'yaman dedi. Aka, avvalambor ishonch uchun rahmat. Shuna bizga ishonib, shunaqa birinchi marta akamiz bilan ko'rishib turishimiz, shuna ishonib bizga shuncha pulni o'tkazib berdilar. O'zimda tursa yo'qotib qo'yaman, ya'ni ishlatib yuboraman degan maqsadda. Aka, ishonch uchun rahmat. Allohim yaxshi ishlarga kirib ketish nasib qilsin. Akajon, siz bilan alohida bitta intervyu qilmasak, akajon, qanday? Assalomu alaykum hammaga. Qanday bo'ldi imtihon? Rahmat, mana Murodjon yordam qildi, Xudoga shukr. Hammamiz pravani oldik, ishonarli. Akamiz Tojikistondan kelgan. Tojikiston B5, O'zbekiston Olg'a. Rossiya period. Akajon, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, Leningrad oblastdan keldim. Qanaqa bo'ldi imtihonlar? Imtihonlar amaliy, nazariy hammasi zo'r bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Murat Kadirov kanaliga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Kelib pravalarni bemalol olib ketavering. Hammasi cho'tki, ishonchli. Rahmat. Qirg'izistonlik birodarimiz Abdulsalom aka, ikki og'iz bizni uchun sentrimiz haqida. To'g'risi aka, men boshida eshitib, просто mashinist deb o'ylaganman boshida. Biz ko'pchilik odam shuni deb o'ylaydi. Keyin o'sha intervyu bergan odamlarni ko'rib, keyin haligi tavakkal qilib ko'rash deb keldik. Xudo xolasa yaxshi. Hammasi zo'r, chotki bir kunda oldik. Hammasi zo'r aka. Omad sizga, yaxshi eson-omon Moskvaga yetib boring. O'rtoqlar, ko'rdingizlar, akalarimiz kayfiyatlari cho'g', o'sha bundan keyin xudo xolasa o'sha hayotlarini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun shunaqa o'sha stroyka, yana boshqa og'rishlardan o'sha akalarimiz xudo xolasa yengil ishlarga o'tish arafasida. Akalar, sizlarga ham shunaqa space texnikalarga prova olishni tavsiya qilib qolamiz. O'sha mana sezon boshlangan, xudo xolasa o'sha kecha ham mana shuncha 4-5 ta ish chiqardik. Bundan keyin ham xudo xolasa ishlar chiqarishda davom qilamiz. Kanalga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying, like bosing, o'rtoqlar, tekin sizlardan pul ketmaydi uning uchun. Mana shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Salomat bo'ling o'rtoqlar.